Lekin mashinani bir joyi chizilib qolsa, kuni ko'chada yuramiz. Odamda o'zi misol bo'lmaydi, lekin 1-2-3 marta shunday voqea bo'ldi. Kulging keladi, odamlarga kulgingiz keladi, hayron qolasiz. Umraga bordinglar ko'pinglar. Biz Misrda o'qiganmiz. Umraga borganlar biladi, mashinani putuni yo'q. Hali u yeri chizilgan, bu yeri qayrilgan, bu yeri kraskasi ketgan, bamberi tushib qolgan bir narsalar. Lekin ularda ibodat yaxshi. Bizi elchi desangiz, bizi elda o'zini kiyimi bir narsa bo'lishi mumkin. Yana boshqa narsalar, ibodatlar vaqtida tahorat chiroyli bo'lmasligi mumkin. Lekin mashinani bir joyi chizilib qolsa, yo'lda Xudo saqlab sal avariya bo'lsa, tegib ketsa, chizilib qolsa, musulmonchilikni qo'yib, hamma narsani chekkaga qo'yib, shuni bor menga yangisini qilib olib kelib berdi. Qanaqa bo'ladi bu, hurmatli jamoat? Umraga borsanglar ko'rasizlar, boshqa odamlar o'zi tushib uzr so'rardi, Xudo shuni taqdirga yozibdi, mayli, bir gap bo'lar deydi. Biroq bizda avariya sal yengil bo'lsa ham bir-biriga rahm qilishlik yo'q, hurmatli jamoat. Mashinangiz birov urib olsa, birinchi o'zimizni ushlaylik, hurmatli jamoat. Bu havoda yuribdi, to'ralar balonda havo bor. Tormoz ishlamay qoladi. Ataylab urmaydi hech kim. Ataylab kelib urib, endi nima qilib olasan demaydi, tegib ketadi shunga. Shu paytda musulmonchilikni ko'rsatishimiz mashinani odoblaridan.